Isroilning Ford 1 rusumli zirhli avtomobili ISDS va Global Shield kompaniyalari bilan hamkorlikda yaratilgan bo'lib, birinchi marta harbiy mutaxassislar e'tiboriga LAAD Security 2012 ko'rgazmasida taqdim etilgan. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, sizlar 3-Planeta kanalidasiz. Agar video yoqsa bir dona like bosib qo'ying, hamda kanalimda qo'yib borilayotgan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Qani unda ketdik. Turli tizimlar o'rnatilishi mumkin. ISDS kompaniyasi Ford 1 ni istalgan mintaqalarda o'tkaziladigan operatsiyalarda ishtirok etish uchun mo'ljallangan jangovar mashina sifatida ishlab chiqqan. Uning modul konstruksiyasi qo'yilgan vazifani samarali hal qilish uchun avtomobilni turli holatlarga moslashtirish imkonini beradi. Ford 1 nisbatan kichik kenglikka ega, ammo uning ichki qismi komandani joylashtirish uchun yetarli. Bu mashina turli to'siqlarni yengib o'tish uchun sirg'anishga qarshi mexanizm bilan jihozlangan bo'lib, bu sirg'anchiq joylarni, masalan, neft to'kilgan hududlarni bosib o'tishda yordam beradi. Ford 1 ekipajni yon atrofdan o'q uzilishi, qo'lbola portlovchi moslama va minalar portlashidan, shuningdek boshqa turli zarbalardan, toshlar yoki boshqa predmetlardan himoya qiluvchi kapsula bilan jihozlangan. Zirhlangan oynalar o't ochishning takomillashtirilgan tizimi bilan birlashtirilgan bo'lib, bu nishonlarni o'qqa tutishning chegaralanmagan burchaklarini ta'minlaydi. Avtomobilning orqa tomonida ikkita eshik mavjud bo'lib, ular mashinani tezkor tark etish imkonini beradi. Yon tomonlarida ham zirhli himoyaga ega bo'lgan ikkita eshik bor. Ford 1 kompyuter va bort datchiklarini ulash tizimi, ekipaj va desant uchun mo'ljallangan qabul qilish, uzatish moslamalari hamda qo'mondonlik punkti bilan aloqani ta'minlovchi kommunikatsiya tizimi bilan jihozlanishi mumkin. Bort tizimi hatto harbiy xizmatchi avtomobildan ancha uzoq masofada bo'lsa ham, u bilan simsiz aloqani ta'minlaydi. Ford 1 shuningdek avtomobil atrofidagi vaziyatni tasvirlovchi panoramali video kameralar bilan jihozlanishi mumkin. Bu mashinaga turli o'qotar qurollar, shu jumladan olomonni tarqatish uchun shovqinli ta'sir ko'rsatuvchi akustika tizimini o'rnatish imkoni ham mavjud. Mana qadrli do'stlar, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan qisqagina ma'lumotlarim shular edi. Video boshida aytganimdek, agar yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Yana video ostida o'z fikringizni ham yozib qoldiring va eng asosiysi, bundan keyin ham qo'yib boradigan videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.